Assalomu alaykum. 2026-yil 27-avgust navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi o'tkazilmoqda. Uchrashuvni Mahalla bankiri Shermirzayev Avror o'tkazadi. Marhamat, kimda qanaqa savol, takliflar bo'lsa, navbat berishlari mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Hop, kimda nima murojaat akada? Menda savol bor edi. Assalomu alaykum, ismim Ravonbek. Chorvachilik bo'yicha ozgina kredit olib ish boshlamoqchi edik. Garovimizga joyimiz bor. 25 ta molga moslashgan molxona qurganmiz. Shu yerda mollarni to'ldirib, tadbirkorlik qilmoqchi edik. Qanaqa maslahat berasiz? Birinchi o'rinda hujjatlarni taqdim qilasiz. Garov mulkingizni ilk faoliyat joyini borib o'rganamiz. Bu masala yo'q boshqa. Xudo xolasa, agar garovlaringiz hamma hujjatlaringiz to'g'ri kelsa, xudo xolasa chiqarib beramiz. Joylarimiz bor. Joyingiz borib, ertaman borsak, ko'rsatsangiz, garov mulkini birinchi o'rganamiz, ilk faoliyat joyini o'rganamiz, hujjatlarni taqdim qilasiz. Bo'ldi. Aniq, xudo xolasa ish momenti yutib olasiz. Assalomu alaykum. Menga savol bor edi. Chorvoq tuman Shodiy mahallasidamiz. Yakka tartibdagi tadbirkormiz. Yaxshi tadbirkorni rivojlantirish uchun 10 million, 15 million pul kerak edi. Shunga qanaqa qilib olsak bo'ladi? Tadbirkorligingiz bo'lyapti. Bor. Bo'ldi aka. Hujjatlarni taqdim qilsangiz, tayyor bo'lib turgan firmangiz bor ekan, yashirsangiz. Sanaqa masala yo'q, xudo xolasa chiqarib beramiz. Ertaman hujjatlaringiz bilan kelaverasiz. Keling, bo'ldi. Tushunarli. Rahmat.